Abdurrahman ibn Avf mana hozir bir yaxshi ukamga aytib berdi. Navbatdagi mijozimiz. Bu barakangiz, boyligingizni siri nimada deb so'raganlarida sahobalar 4 ta narsada degan. Ya'ni shu darajada salohiyatli, imkoniyatli, muvaffaqiyatli bo'lib ketganligini 4 ta sababini aytgan ekanlar. Birinchisi duo dedilar. Rasulullohning duolari dedilar. Ishda, mehnatda, kasb-korda yurgan yigitlar duo olinglar. Ota-onaning duosini, ustozlarning duosini, zaif, nochorlarning duosini. Rasulullohning duolaridan keyin toshni ushlasam yo tilloga yo kumushga aylanib qolsa kerak degan xayol kela boshladi. Alloh shunaqa baraka beradi. Ikkinchisi halol bo'ldim deydi. Aloqaga chiqib olasizlar. Haromga qo'l uzatmadim. Halollikni payda bo'ldi. Uchinchisi qo'limda saxovat bo'ldi. Saxovat